Bismillahirrohmanirrohim. MDF Eshivaron Farg'ona gruppasi uchun maxsus 08 li Suxoy MDF'imizni klientimizni xohishiga qarab oq svetda matoviy qilib sep berdik. Двойной obkladka ishlangan. Faton zamoklarimiz bo'lsa. Plintuslarda ulab olganmiz. Hamma xonaga ulab olganmiz. Akfani ham qo'shib birga dabor bilan yopib berdik. Bu eshigimizni tashqi tomon ko'rinishi hozir ichidan ham ko'rsatamiz. Eshigimiz ichki tomon ko'rinishi daborlar bilan chiroyli qilib o'raganmiz. Qora faton, qora zamok, qora petlalar bilan ishladik. Xulosa juda ham chiroyli chiqdi. O'zimiz o'ylaganimizdan ko'ra. Daborlarning ichi bo'sh bas. 25-30 santimetrga pena quyib to'ldirib chiqqanmiz. MDF Eshivaron Farg'ona gruppasi uchun maxsus.